Rasulimiz alayhissalotu vassalom aytayaptilar. Kim do'zaxdan uni chiqarilishligini, do'zaxdan saqlanishligini va jannatga kirgizilishligini istasa, xohlasa va o'layotgan soatida odam iymon bilan o'lishini istayotgan bo'lsa, odamlarni unga qiladigan yaxshi muomalasini, odamlar unga qiladigan yaxshi muomalasini u ham odamlarga qilsin dedilar. Ya'ni qaysinimiz xohlaymiz bizga odamlar yomonlik qilishini? Hech kim xohlamaydi. Hech kim odamlar bizga, ya'ni u odamga yomonlik qilishligini hech kim xohlamaydi. Demak, biz ham odamlarga yomonlik qilmasligimizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'rgatyaptilar. Ya'ni bizga doim odamlar xush muomala bo'lib, bizni izzat, ikrom qilishlarini istaymizmi? Biz ham o'shanday bo'lishligini, odamlarga shunday muomala bo'lishligini bizdan kutilishligini ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam najot deb aytayaptilar. Qachoniki ana u insonni iymoni bus-butun bo'lishi bilan birga. Endi bu so'zni xulosa qilib, ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, kim najot topar ekan? Albatta o'zi bilan Alloh o'rtasini tuzatgan inson. Ya'ni bandaki o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatgan. Alloh bilan o'zimizni o'rtamizni nima bilan tuzatamiz? Ma'rifat bilan, iymon bilan tuzatamiz. Allohni bor deb, uni barcha yuborgan payg'ambarlari va farishtalari, umuman Alloh subhanahu va taoloni har bir iymon keltirishligi lozim bo'lgan amallariga iymon keltirishlik, mana bu Alloh bilan banda o'rtasidagi haq bu. Alloh bilan banda o'rtasidagi haq. Buni kim bus-butun qilgan bo'lsa, inshaalloh Alloh bilan o'rtasini muomalasini tuzatibdi. Ana undan keyingi haq nima? Undan keyingi haq jamiyat mana, oila mana, mahalla-ko'y, jamoatchilik, insonlar. Demak, bularda har biri bir-birlari bilan munosabatlarni go'zal qilishligi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qisqagina shu muborak hadislarda bizga mana shuncha ma'noni ifodalagan najot topish yo'lini o'rgatyaptilar.